Amaga assalomu alaykum, har doimdek sizlar bilan Sardovlo kanali. Bugungi videoda qanday qilib Instagramdan akkauntingiz blok bo'ldimi, o'shandan chiqishni ko'rib chiqamiz. Hozirda ko'pchilikning Instagram akkaunti avtomatik blok bo'lyapti. Odamlar o'shandan qanday chiqishni bilmayapti va yangi akkaunt ochyapti. Yangi akkaunt ham oz muddat o'tgandan keyin yana blok bo'lyapti. Bu holat o'zimda ham kuzatildi. Endi men o'zim chiqdim va buni yo'lini sizlarga ham o'rgatmoqchiman. Videoni boshlashimdan avval videoga like bosib qo'ying do'stlar. Bu meni videolarim tez va sifatli chiqishi uchun yordam beradi. Menda hozir spam yo blok bo'lgan akkaunt yo'q. O'shaning uchun men sizlarga mana shu rasm olib qo'yganman. O'sha rasm orqali sizga ko'rsataman. Bu meni o'zim ishlatadigan akkauntim edi. Mana shunaqa chiqdi. Hamma Instagramda shunday kiryapman, ertalab ko'rsam menga mana shunaqa xabar kelgan. Akkaunt vashcha ishlamayapti, hech nima qilib bo'lmaydi. Mana o'sha tepada chiziqni nima qilsangiz, xabarni yuklash bo'ladi va akkauntdan chiqib ketish bo'ladi. Ana shu yerda ko'pchilik xato qiladi. Akkauntdan chiqib ketaman va qayta kirsam hammasi ishlaydi deb o'yladi. Lekin bunaqa emas. Akkauntdan chiqib ketdingizmi, уже boshqa kira olmaysiz. Keyin 180 kundan o'tsa keyin akkauntingiz ochilishi mumkin. Ungacha hech nima qila olmaysiz. Shu yerda nima qilish kerak? Pastda mana shu yerda обнаружить обжаловать решение bosasiz. Bosgandan keyin sizga mana shunaqa tugma bo'ladi. Начать съемку video shu video selfie. O'zingizning yuzingizni tasvir qilasiz. O'sha joy ko'rsatiladi. O'sha joyga yuzingizni to'g'ri qo'yasiz. Yonga, chapga, tepaga, pastga qilasiz yuzingizni. Qo'rqmanglar, bu hech qanaqa zararli joyi yo'q, yomon joyi yo'q. Shunday qilasiz. Qilgandan keyin bo'ldi. Bu yerda mana shunaqa deydi. Выполнено подтверждение личности deydi. Keyin завершитni bosasiz. Завершитni bosgandan keyin hozir. Bo'ldi. Завершитni bosgandan keyin chiqib ketasiz, yana kirsangiz, u yerda sizni nomer telefoningizni so'raydi. Nomer telefonni kiritasiz, kod keladi, kod keldimi bo'ldi. Akkauntdan keyin u yerda rasm so'raydi. O'sha yerda muhimi o'sha mana shu yerda nima chiqadi? Rasm tashlash joyi chiqadi. O'sha yerda o'zingizning ID kartangiz yo pasportingiz rasmini tashlashingiz kerak bo'ladi. Yo o'zingiznikini yo boshqa. Agar o'zingiz katta bo'lsangiz, 16 yoshdan katta bo'lsangiz, o'zingiznikini tashlashni maslahat beraman. Agar 16 yoshdan kichik bo'lsangiz, maslahatim akangizniki yo shu opangiznikini, uydagilaringiznikini tashlab qo'yishingiz kerak. Agar tashlamasangiz akkauntingiz blok bo'ladi. Agar u akkauntingizda hamma taniydigan insonlaringiz, podpischiklaringiz ko'p bo'lsa, qilishingiz mumkin. Agar yangi ochilgan akkauntingiz bo'lsa, maslahat bermayman bular qilishni, chunki ketadigan vaqtingiz qoladi va bo'lmasligi ham ehtimoli mumkin. Lekin men o'zim qilib ko'rdim. Odamlar yozyapti, spamdan chiqazib beryapman o'zim. Ishlayapti menda. Endi shu videoga like bosib, pastda o'zingiz Instagram nickingizni yozib qoldiring yoki sizning Instagram akkauntingiz blok bo'lgan bo'lsa, shunaqa hali chiqib ketmagan bo'lsangiz, kommentariyada akam manikini blokdan chiqazib bering deb yozib qoldiring. Men o'zim sizlar bilan bog'lanib 5 ta obunachimnikini blokdan chiqazib beraman. Faqat shartlari menga obuna bo'lishlari kerak, videomga like bosib, kommentariyada yozishlari kerak bo'ladi. Video siz uchun kerakli va foydali bo'lgan bo'lsa, men xursandman. Bitta like bosib, men kanalim yoqgan bo'lsa, обязательно obuna tugmasini bosib qo'ying. Kelgusi videolarda ko'rishguncha.